deganim yo'q. Yordam sifatida keldim. Yana hali kelaveramiz sezonda. Bizdan dori olsalaring, olmasalaring kelaveramiz. Endi men kelishim bilan ko'pchilikda shunday fikr bo'lmasligi kerak edi. Bu dorilarni sepib turmoqchi degan tushuncha bo'lmasligi kerak. Dorilar qachon sepiladi o'zi? Desak, ba'zi o'tib kelib, mana iloji bo'lsa, dorilar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shu yeb oladi, shu bilan ancha ko'tarinki bo'ladi. Temperaturamiz ko'tarilib oladi. Bularni sepsa, ishlaydigan o'zini gradusi bor, sutkalik gradusi bor. O'zi 12 dan baland bo'lganda sepilishi kerak-da. Gradusi asosiy ko'zaydi sarg'ayishi ko'zdan tanadan qolib ketib qoladi. Mana u sovuqdiki, lekin men qo'limda ko'rsatib turgan ko'zak hammalaringiz bittadan qo'llaringizga ushlab o'ttishlaringiz ishinizgacha bor. Gektariga yo'ldi deganda 3 sentner, bo'lmasa 5 sentnergacha hosil yo'qotib beradi. Bu qachon yo'qotib beradi? Tuplash davrida